Firibgarlik haqida qo'yilgan videoim 2 million prosmotr yegan. Demak, hammada bu muammo bor. Ko'pchilikda bu muammo bor. Yana o'sha videoni kommentida ko'pchilikda mana shu holat bo'lgan, menda shu holat bo'ldi deb yozilyapti. O'zi hozirgi holatda kiber ataka juda kuchayib ketgan. Ya'ni sizni plastigingizga bo'lgan hujum, shaxsiy danlilaringizga bo'lgan hujum juda ham kuchayib ketgan. Va bundan buyog'iga faqatgina bu kuchayadi xolos. Umuman orqaga chekinmaydi. Chunki 21-asr hozirgi paytda rivojlanishlar juda ham oldinlab ketyapti. Insonlar uje hali naqd pul ishlatishdan chekinishyapti. Yaqin kelajakda uje naqd pul ishlatilmaydi. Hamma pullar hisob raqami va kartalarda bo'ladi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz o'zimizni danlilarimizni himoya qila olishimiz kerak. Endi sizlarga bunga juda ham bitta chiroyli yechim beraman. Yechimlardan biri deylik, o'zimiz vatandoshimiz bitta prilojeniyani ishlab chiqqanlar. Bu prilojeniyani nomi Kiber Qalqon. Avvalo Play Market ilovasiga kirib olamiz. Qidiruvga Kiber Qalqon deb yozamiz va chiqqandan keyin ekranda ko'rsatilgan prilojeniyani ustanovka qilamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Shaxsan o'zim ustanovka qilib bo'lganman. Xullas, Kiber Qalqon nima qilib beradi? Sizni har bitta APK fayllaringizni, linklaringizni, o'yinlaringizni, ya'ni prilojeniyalaringizni tekshirib, har bittasini titib, ichida virusi bormi, yo'qmi, xavfli narsa bormi, yo'qmi tekshirib, viruslaringizni, xavfli narsalaringizni o'chirib beradi. Bundan tashqari sizga tashlangan linklar va siz yangi ustanovit qilayotgan prilojeniyalarda ham xavflimi yoki yo'qmi aniqlab beradi. Kiber Qalqon faqatgina bitta joyda sizga yordam bera olmaydi. Qaysi joyda? Kimki sizga telefon qilib, aka yoki opa telefoningizga kod bordi, shu kodni menga aytib yuboring desa, shuni siz aytib yuborsangiz, mana shunga aralasha olmaydi xolos. Telefoningizdagi APK fayllar, xullas telefoningiz ichidagi nimaiki bo'lsa, Allohning izni bilan hammasiga xudo xolasa o'zi chora topib, o'zi titkilab, tozalab, virusdan tozalab, har xil atakalardan himoya qiladi. Eng kulgili tarafini aytaymi, bu prilojeniyani yillik to'lovi, oylik demayapman, 6 oylik demayapman, 10 oylik demayapman, 12 oylik, yillik to'lovi atigi 100 ming so'm. Atigi 100 ming so'm. Agar men tomonidan borsalarni 20% skidka qilib beradi, 80 ming so'mga tushadi. 80 ming so'mga yillik. Xullas, buning uchun nima qilish kerak? Mana bu Telegramga yozish kerak. Telegramga kirasizlar, mana shuni yozasizlar. Chiqqandan keyin lichkasiga men insonparvar tarafidan keldim. Mana Muhammad Bilol tarafidan insonparvar desalaring tushunadi. Insonparvar tarafdan keldim. Menga promokod bering desangiz, to'lovni qilganingizdan keyin promokodni ishlatadi va sizga 20% chegirma bo'ladi. Shu bilan 80 ming so'mga 1 yillik obunangiz yonadi. 1 yillik obuna. 1 yillik obuna 80 ming so'mga Kiber Qalqon prilojeniyasi yonadi. Xullas do'stlar, o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shnini o'g'ri tutma, o'zlaringni asranglar, sog'liklaringni asranglar, danlilaringni ham asranglar, kiber xavfdan himoyalaninglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.